Hali ham xolodilnikingiz burchagida smetana, mayonez bilan achitib qo'yib, nima tayyorlashni bilmay o'tiribsizmi? Unda aynan shu shirinlikdan tayyorlab ko'rsangiz, yo'dan bor qiladigan kelin deb sizga aytishadi. Unga tuz va soda solib aralashtirib, sifatli sariyog' yoki margarindan solib kroshka holiga keltirib olamiz. Ketidan yomon bo'lib qolgan smetana, mayonez nima topsangiz o'shandan solib, yumshoqqina xamir qilib tindirishga olib qo'yamiz. U tinib turgunicha un, shakar va sariyog'dan kroshka qilib olamiz va tuxum oqiga suv aralashtirib olib qo'yamiz. Tinmagan xamirimizni katta to'rtburchak qilib yoyib, ustidan tuxum oqini surtib olamiz, kroshkalarimiz yaxshilab yopishishi uchun. Ustidan kroshka va uyda bor yong'oqlarni maydalab sepib, xohishga ko'ra shakar ham sepfarsangiz bo'ladi. Endi uni rulet shaklida o'rab, ustidan tuxum sarig'idan surtib, unga shakl berib olamiz, chiroyli chiqishi uchun. Endi ularni bir xil kattalikda kesib chiqib, pergament solingan listimizga taxlab chiqamiz. Boyab qolgan ozginagina kroshkamizdan ustilariga sepib, qizdirilgan duxovkaga yuboramiz. Chaqqon kelin bo'lib, tovuq pishib chiqquncha idoq bo'lgan sochuvlarimizni ham bavi bilan tozalab olamiz. Tozalash shunchalik osonligidan kir bo'lgan sochuvlarni solasiz, bavi solasiz va qaynoq suv solib, suvlari batamom sovigandan keyin bitta choy yorsiz, shu bilan sochuvlaringiz ham top-toza va uyingizda kir sochuvlardan asar ham yo'q. Mana shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Alochnilaringiz yomon bo'lib qolganda nima tayyorlash bilmaganingizda aynan shundan tayyorlab ko'ring.